Qishloq ahli Samarqand chekkasidagi eski masjid, qorong'u tushganda ham shamol esishga jur'at eta olmaydigan joy haqida pichirlashdi. Ularning aytishicha, uning qadimiy minorasi vaqt tufayli emas, balki har kecha ko'rinmas qo'llar uni pastga tortib olgani uchun suyangan. Shunga qaramay, har tongda uning devorlaridan bir xil ovoz yangradi. O'zining fidoyiligi va xotirjamligi bilan tanilgan Imom Yusuf alayhissalomning ma'ruzalari qalblarni larzaga solishi aytilgan ovozi. Bir juma kuni azon ovozi ufqda ochganida galati bir narsa boshlandi. Imom Yusuf ovozini baland ko'targanida, unga javob bergan aks-sado uniki emas edi. U chuqurroq, qatlamli va hayratlanarli darajada sinxronlashtirildi. Go'yo boshqa bir voiz, ko'rinmas, soyadan har bir sozini takrorlardi. Buni jamoat ham eshitdi. Yuzlari oqarib ketdi, ba'zilari hech qachon qaytib kelmaslikka qasam ichib masjiddan chiqib ketishdi. Ammo Imom Yusuf bu akustikaning illyuziyasi ekanligiga ishonib, qotib qolgan va qattiq turib oldi. O'sha kechasi boshqalar eshiklarni qulflaganlarida, u yolg'iz namoz o'qish uchun qoldi. U fonarning xira miltillashi ostida misralarni o'qirkan, havoni bir sovuqlik urardi. Shamol to'xtadi. Olov ochdi. Va uning orqasida ko'rinmas topinuvchilar qatori pichirlashdi. Omin. U o'girildi, lekin hech kimni ko'rmadi. Shu bilan birga mavjudlik hissi inkor etilmaydi. Zalni yuzlab, balki minglab ko'rinmas ruhlar to'ldirdi. Uning ortidan chuqur sukunat paydo bo'ldi. Yurakni eshitadigan darajada baland ovozda urdi. Shunda tovush eshitildi. To'shakda sudralayotgan oyoqlar, eski yog'ochning gichirlashi va arab tilidan ham eskiroq tilda xira shovqin suron. "Eshityapmiz", deb pichirladi mehrobdan ovoz. Imom Yusuf qotib qoldi. Uning lablari qaltirab, yuragi gursillab ketdi, ammo iymoni unga langar qo'ydi. "Agar gaybdan bo'lsang", dedi ovozi qaltirab, "menga emas, Allohning kalomiga quloq solib, Jin surasini o'qiy boshladi." Havo qalinlashdi, harorat pasayib ketdi va uning ko'zining burchagidan soyalar harakatlana boshladi. Yigilib, tiz chokib, namozda bo'lgani kabi tekis qatorlar hosil qildi. Ba'zilar ichkaridan chiqqan tutundek xira porlardi, boshqalari tunning o'zidan qorong'i edi. U qiroatini tugatgandan so'ng, masjidni past bir guvillash, ehtirom va qayg'u o'rtasidagi ovoz to'ldirdi. Gayb jamoati uning ismini pichirladi: Yusuf. Imom Yusuf o'sha kechadan boshlab masjid hech qachon bo'sh qolmasdi. Hatto odam kelmasa ham, havo duo sadolari bilan titrar edi. Quyosh botgandan keyin o'tayotgan odamlar yuzta gayb ovozi bilan to'liq azon o'qilishini eshitadilar. Imom Yusuf hech kim qatnashmagan xutbalarni ayta boshladi, ammo masjid "Omin, subhanalloh, la ilaha illalloh" degan norozi javoblar bilan larzaga keldi. Ba'zilar masjid derazalarida yuzlarini ko'rganliklarini da'vo qilishdi. Ko'zlari ohista porlayotgan, boshlari egilgan. Boshqalarning aytishicha, ular bomdoddan keyin uylardan tashqarida, namozxonlar saflari tarqalib ketayotgandek yumshoq va ritmik qadam tovushlarini eshitishgan. Ammo Imom Yusuf zulmatga nur olib kelganiga ishondi. Jinlarni iymonga hidoyat qilyapman deb o'yladi. U har juma kuni oz vazini tayyorlar, ovozi kuchliroq, ko'zlari chuqurroq, go'yo u odamlar olamiga tegishli emas edi. Keyin bir kuni u g'oyib bo'ldi. Masjid eshigi ochiq, chiroqlar yonayotgani, lekin hech qayerda undan darak yo'qligi aniqlangan. Uning o'rnida qishloq aholisi minbar, yog'och minbar, uning ovozi endigina to'xtagandek tebranib turganini ko'rdi. Kunlar o'tdi. Odamlar masjiddan qochishdi, lekin bir jasur odam kunduzi ichkariga kirishga jur'at etdi. U devorlar orasidan yangrayotgan zaif shivirlarni eshitdi. Yusufning oxirgi vazi ovozi. "Gayb birodarlar", dedi uning ovozi vazmin, lekin ichi bo'sh. "Bizning iymonimiz go'sht va suyakdan tashqarida." Va buning ortida zaif qatlamli boshqa bir ovoz uning so'zlarini takrorladi. Aks-sado emas, balki qorong'uroq, sekinroq, deyarli masxara qiladigan narsa. O'sha kechasi masjid yana jonlandi. Chiroqlar oz-ozdan yonib ketdi va hovlidan qishloq aholisi ichkarida harakatlanayotgan soyalarni ko'rdi. Old tomondan zaif, porlab turgan siluet boshchiligidagi ibodatdagi raqamlar qatorlari. Shamol qiroat ovozini ko'targanda, ular ovozni tanidilar. Bu Imom Yusuf edi, lekin burishgan, cho'zilgan, har burchakdan aks-sado berib turardi. U endi Allohga ibodat qilmas edi, u abadiy gaybni boshqarar edi. Ba'zilar jinlar umuman iymon keltirmagan deyshadi. Ular uni o'zgartirdilar. Uning iymoni ularning bog'lovchisi, ruhi ularning imomiga aylandi.
O'sha kechadan boshlab har juma kuni tong otguncha masjidning chirogini hech kim yoqmasa ham ichkaridan xira porlaydi. Toshaklar xuddi ko'rinmas tizzalar bilan bosilgandek qimirlamoqda va bosh joyidan hayratlanarli darajada tanish vaz otadi. Biz yigilamiz deb boshlanadi u gayb nomi bilan. Va agar siz masjidning eski eshigi oldida diqqat bilan tinglasangiz, siz hali ham bir vaqtning o'zida ikkita ovozni, biri muqaddas, biri ichi bosh, hech qachon olmaydigan jamoatga vaz qilayotganini eshitishingiz mumkin.